$25,000 pulim bor, qarabqa holatdan uyimni qaysi holatgacha olib kelaman. 85 kvadratli kvartiramizda bitqizdik, to'liq obzorini ko'ramiz. Xo'p, okalar, kirishimizda spanligimiz, to'g'riga spanligimizni joylashtirib berganmiz. Spanligimizni orqasiga 4 xil kombinatsiya ishlatganmiz. Birinchisi shipon, ikkinchisi tilla, uchinchisi oyna, to'rtinchisi matras. Bitta ko'rib, bitta baho berasizlar. Eng asosiysi ayollarimiz orzu qiladigan osma birilini o'rnatib berganmiz. Bu spanlikda libo ayollar yashagisi keladi. Orqamda turgan krashinni shifonyerimiz. Ikki tomoniga polkali qilib berganmiz. Tortlar, g'aladonlari ham bor. Vishilkalarni ilinadi. İşimiz ham xudo xolasa sifatli va kачественный bo'lgan. Spanligimiz tor, yo'lagimizni qarani, lekin pattivimizga zo'r yechim berganmiz. Shiponni yaxlit qilib, bu yerda ozgina kamchiliklari bor. Buni fonda ko'rib beramiz. Yo'llarni to'sib, manaqa tumba chiqarmaganmiz. Xo'p, turmoq qilib berganmiz. Turmoqlarimiz ham krashinli bo'lgan, jemchuranga sepib, tepasini qora akreldan qilganmiz. Bu yerda podsvetka bor, pult qaydaligini bilmayman. Oynagimiz ham katta yaxlit qilganmiz. Pardalarimiz bilan gilamimiz qolgan xolos. Buni ham so'rab bersa, obyektivimizni 100% holatda topshiramiz inshaalloh. Kirishingizda qo'limizda oppoq perixoshka kutib oladi sizni. O'zini mehkiylari bilan ko'ringlar, ranglariga moslab dahshat qilib berganmiz, xudo xolasa. Bu tomonimiz vishilkali. Qishda kiyim ilib ana qilsa bo'ladi. Bu tomonimiz polkali qilib berganmiz. Bega suvenirlarni terib qo'yamiz. Oppoq krashinni o'zimga ham zo'r yoqdi. Eslatib o'taman, bu obyektivimiz avtorskiy proyekt hisoblanadi. O'zim detalli dizaynni chiqarib beraman. Sizlarga zo'r yechim ko'rsataman. Bunda e'tibor bersani, shitni ko'p joyda qo'yib ketishadi. Biz shit sekretni qilib bekitib ketganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Endi kollektor qayda desani, kollektorimizni ham zo'r yechim berib ketganmiz. Xuddi shu yerga joylashtirganmiz. Xudo xolasa, kvartiramizda qanaqadir muammo bo'lmaydi, bemalol tug'ilsa bo'ladi. Domofonlarimiz qora rozetka, qora kulchatorlarimiz, rozetkalarimiz yerda 50 sm ga o'rnatilganmiz, Yevropa standartida qilganmiz. Endi mana holni go'zallikni bitta ko'ringlar. Studiya formatda qilganmiz. Mana regelimizga e'tiborliroq bo'lasizlar. Regelimizni krashinni MDF qilib xil ishlatganmiz. Mana bu tomonni yaxlit qilib 4 tomonga o'rganmiz. Kafillarimiz ham 2 xil kombinatsiyada qilingan. Tillarni aralashtirib, ko'p joyda yaxlit joylarda paro qo'yishadi. Biz bez paro qilib, parket bilan kafil urovini bitta qilib o'rganmiz. Bu udobstvoni yanada oshiradi. Endi sizlarga men eng yoqqan xonalardan bittasi zal. Qarani shipollarni ishlatganmiz. Bu tomon ponni mebel apshipka. Bu ham krashinni shipon boshqacha rangi bu. Spanlikda to'qrog'ida, be ochroq televizor bo'ladi. Bu penal. Buni ham ayollarimiz orzu qilishadi. Idish tovoqlarni terib qo'yishadi. Ichida podsvetkalari bor. Endi bu tomonimizni ko'ramiz. Bu tomonimiz ham xohlasa shipollarni ishlatib, konditsionerni ham joyini o'rnatib, hamma dizaynni o'zim kelib chiqarib berganman. Zalimiz ham, lustrasi ham juda chiroyli chiqqan. Zalimiz o'roq uzun, lekin qanaqadir figura qilmaganmiz. Figurani tiyagada chiqarganmiz. Gulli tiyaga bilan oddiy tiyagani kombinatsiya qilib, zo'r qilib chiqarib berganmiz. Bu tiyagani ham gapirmasam bo'lmaydi sizlarga. 38 santimetrlik katta yaxlit novaga o'xshab tiyaga qilib berganmiz. Bu ham regelga o'la qilingan. Devorlarimizni kurslar kачествосini tabiiy освещение tushib turganda ham idealni turibdi. Xolasa yana bitta kichkina fishkasi dimixod qilib berganmiz patologiya, u bilinmaydigan qilib qilingan. Mana joyi bitta opchiq ko'ringlar. Qanchalik chiroyli. Ranglarini, kombinatsiyalarini qayga biri bo'ladi, hammasini o'zim tanlab, o'zim klientga maslahat berib qilib berganmiz. Samozelga kiramiz. Samozelimiz installatsiyali unitas qilib berganmiz. Osma unitas. Buni tepasini shifonier qilib berganmiz. Barcha aksessuarlar qo'yilgan. Bu yerda yana bitta afzallik tarafi yaxlit qilib rakvina quydirganmiz.
Bronza rang внутренний dushni qilib berganmiz. Bu 7 yil yoki 6 yil kafolati bor, o'chmaydi. Bu tomonimizda dushimiz qora seri pol matvi kafil qilib berganmiz. Hozir glansviy kafillar o'zi modadan chiqgan. Aslida buni shunaqa matvi kafildan foydalanmoqda. Samo'jallada. Endi oshxonamizga kiramiz. Oshxonamizning eshigiga ham alohida bitta baho berib qo'yasizlar. Oshxonamizni birinchi o'rinda kafilni gapirmasam bo'lmaydi. Chunki ko'p joyda uchratasizlar 60 ga 60 oddiy kafil qilib qo'yishadi. Biz oq-qora kombinatsiya qilib berganmiz. Xo'p, ranglarimizga bitta baho berib qo'ying. Ko'zni charchatmaydigan, dizaynni ko'rganda kayfiyatni tushirmaydigan ranglardan foydalanganmiz. Oddiy, lekin xudo xolasa premium kачество beradi. Bu premium kачестводagi kuxnamiz, xudo xolasa. Buni ham krashinni qilib berganmiz. Ko'rsizlar. Xudo xolasa ishimiz idealni chiqqan. Bichkasi bor o'zini. Eshitdingizlar. Oynalardan kombinatsiya qilib berganmiz. Hop. Ozgina mechi texnikalar oladiganmiz. Uni ham olib obyektimizni topshiramiz. Bu ayollarimiz orzu qiladigan pech ichkarisiga joylashtirib berganmiz. Gazlarimiz, mikrovolnovka, duxovka hammasini ziflerdan nabor qilganmiz. Sizlarga yana bitta ayollarimiz doim qiynalishadigan narsa. Ko'rsizlar, bitta baho berib qo'yasizlar bunga ham. To'rg'ashtirilganda, boshqa qilinayotganda bemalol qiynalishmaydi. Ko'p funksiyali rakvina o'rnatib berganmiz. Ko'rsizlar, bu meva yugani. Bu soatini ko'rsatib turadi, rakvina necha soat ishlaganini. Bu filtrimiz, filtr qilib beradi. Bu har xil mevadan yursa bo'ladi bunda ham. Buni bo'zish mumkin emas, chunki bu suvni otib yuboradi. Bu ham sabzavotlar shunga o'xshash narsa yuradi. Endi bu idish uchun gel, buni maxsusdagi idishi bo'ladi. Shuni gelini qo'yib qo'ysa, hammasi bo'ladi. Bu kuxnani ayollarimiz ko'rishdi. Ayollarimizga yoqmasdan qolmaydi. Birdan 10 gacha baho beringlar. Qaysi darajada qilib berganmiz kuxnamizni. Xo'p, kuxnamizga ayollarimiz qiynalmasliklari uchun ham tevadan ochib qo'ysa bo'ladi, ham pastdan ochib qo'ysa bo'ladi. Jaluzi qilib berganmiz. Ko'p prorablar, dizaynlar o'zini tushunchasiga, o'zini xohishiga qarab turib dizayn chiqarib beradi. Bizda unaqa emas. Bizda birinchi o'rinda mijozi fikri muhim. Mijoz nimani xohlaydilar, mijoz qanaqa rang xohlaydilar, mijozni uylarda necha kishi yashaydi, bu remontni budjeti qanaqa bo'ladi, hammasini kontrolini ushlab turiladi. Eng asosiysi budjetni necha pul ajratganlar. Buni birinchi o'rinda so'raymiz. U budjetdan oshib ketmagan holatda remont qilib beramiz. Polni hammasini biz o'zimizning prorablar, o'zimizning ishchilar polni hisobotini, boshqasini to'liqligicha berib turishadi. Eslatib o'taman, bu obyektimizga ham, o'zi bizning obyektlarimizda mijozlarimiz hech qachon yugur-yugur qilishmaydi. Biz ish o'zini olmaymiz. Ish sifati, sifat nazorati, usta kontroli eng asosiysi. Sizlarga bitta narsa aytib o'tib ketay. Şeyda kraskani bizning ustalarimiz, bizning bola tomonidan fonda xato qilib qo'yildi. Bu xatoni adashmasam 10 millionga atrof kraska mijozimizga aytdi. Biz xato qildik. Shu xatoyimizni to'g'irlab beramiz, muammosi yo'q desa, oxirida buni to'g'irlab bering dedilar. Pul to'lanayotganda kraskaga o'zlari pul to'ladilar. Mijozimiz qimmatli qildilar bizga tomon. Lekin biz tayyor edik bu obyektimizni kraskasini to'lab berishga. Biz tomonidan 2 marta rasxod qilinadigan bo'lsa, biz qoplab beramiz, lekin mijozimiz bizga xizmat ko'rsatadi. Kimga shunaqa yugur-yugurlasangiz, shunaqa xohish istaklaridan kelib chiqib remont qilib berish kerak bo'lsa, Mubashshir qurilish jamoasiga aloqaga chiqing.